Qani ketdik endi. Qo'yga. To'rtinchi etapga chiqdik. Yo'l ishlari ketyapti. Bundan yasab turib. Trafik qilib tayyorlashyapti. Mana tog'ala fasad ishlari ketyapti. Assalomu alaykum. Tog'ada charchamoqchilar kechgacha. 2 kun dam oldik shu. Qo'lni fasad ishlarini qilib bu yerda qilishga kerak. Hozir ichkarida bo'layotgan ishlarni ko'rsatib boraman. Plintus ishlari tugayotgan ekan bu yerda. Biz pastgacha shu tepadan pastga tushasizlar. Bo'ldi. Birga chiqdikda tepadan pastga kelish ikki tashqari aviaga chiqtiramiz. Bu yoqdan gap yo'q. Mana narsa zarar qilamiz. Xudo xohlasa plintuslar tugatishayotgan ekan. Pastga tushib ketishyapti. Pastdan tepaga chiqyapti bizlar. Minus 3 bitdi. Minus 1ga chiqdi. Minus 2. 1. Mana pastga tushib ketamiz. Hozir elektr ishlarini ko'rsatib boramiz. Mana. Hamma yoq-yoq qilib. O'rniga tortib olib ketishyapti mashina polni. O'shan holatga olib kelishyapti. Hamma yoqlarni chiroqni qo'yib, svetlarni o'tkazib. Patolog ham baland lekin bor. 3 metr hozir bor patologimiz. Hozircha 280. O'g'lan mana shunaqa ishlar bo'lyapti. Xudo xolisa hammasini ko'rsatib boramiz. Endi hozir yomg'ir yog'yapti, hamma ichkarida pastga yetib ishlayapti, qidirib topamiz. Bunday bo'lsa, yaxshi duoinglar bo'lsa, xudo xolisa sog' salomat bo'linglar. Centra Group. Siz orzu qilasiz. Biz barpo qilamiz.